Mana Alloh taolo kiminglarga nasib qildi. Mana shu 7 yilda o'qib bitirib o'tasizlar. Bu ilmdagi, bilimda har kimga nasib qilaverib aytgan. Alloh taolo o'zi suygan bendalar mana shuntib ilmga yetishib o'tirasizlar. Bunda o'zingizning harakatinglar, ota-onangizning harakati bilan shu darajaga yetdinglar. Shuncha vaqtda qiynaldinglar, qistaldinglar, sovuqda qaldinglar, issiqda qaldinglar, uyqudan qaldinglar, bardig'iga sabr qildinglar, yetdinglar mana maqsadga inshaalloh. Kim sabr qila olmadi, bular ketdi-da. Mana Xudoy taolo bundan buyog'idagi bekam bo'lib, ustozlar hurmatlab, siylab, o'zingizdan bu hurmat siylagan, o'zingizdan hurmatlab siylaganingizda bo'ldar. Bular har bir inson hozirgi musanniflar qancha kitob yozdi, olim bo'ldi. Ulardan bardiq baldar xizmat bilan yetishganda, xizmat bilan hech qachon o'qib yetishmayotganda, o'quvdan orqasidan xizmat bo'layotgan, xizmat bilan inshaalloh iyigilikka, baxtlilikka yetayotgansinglar. Mana bariga chidadinglar, xizmatiga da chidadinglar, boshqasiga da chidadinglar, bariga chidab sabr qildinglar. Mana Xudoy buyurdi, nasib qildi bitib o'tasinglar. Alloh taolo bundan buyoqqa ilm bilimingizga baraka bersin. Yaxshilik bersin, amal qilish nasib qilsin. Bundan buyoqqa shu medresani, ustozlarda qizil yuzin yer qaratmasdan, yomon so'z olib bermasdan yaxshilik qana olgan harakat qilinglar. Men aytadku, o'sha birovni yomondab keladi bir-biringizda. Yomondab kelganda dag'i sizlar, "Ol ilmni, bilimni, menen ilmni" deb qo'yaverglar. Onun ilmi qayerda? Ol ishnesam o'qigan emas, medresada uxtab o'la yurgan, bo'yna o'la. Qaçıp ketdi arbala olunday söz bo'lbosh kerak-da. Menen eng yaxshi ilmni o'shalda biz medresa, bizning kursda o'qigan deb qo'ysanglar, o'tiq sizlardiki-da. Fitna, fasod o'shintib ko'payotganda, biringizga jamanda, biringizga qavishtirib, urushtirish uchun da o'shunday bo'layotganda, jamoatning o'rtasida bundaylar chiqadi. Albatta bu chiqadi, ko'rib yuribsiz bu narsani. Mana o'shandaqdan bayog'i sizlar sabrli bo'lishingiz kerak. Haqiqatni topish uchun o'zinglar barg'ila. Abdullah sen meni shunday debsin, shu so'z haqmi? Desa sen yo'q, men Bilal sen unday degan yo'qman. O'zlari tabapsida, uni o'zinglar o'rtada ne bo'layotganda, bo'lsam darrov fitna, buzuqu, halala kibrlikka chiqqan bo'lsang, o'tqiraverasinglar-da. Qanchalik ustingizdan so'g'u, boshqa bo'lavi, sabrli bo'lsanglar inshaalloh, va aytadku, sabrning asli sar oltin deb. Iyigilikka barchaga yetayotgansinglar-da. Nima ota-onangga hurmatdag'lar, siylag'lar, shuncha yil ota-onanglar sizlarga xizmat qildi. Xizmat qilib, sizlardan eng kuchingor ishtayotgan molinglarni bu joyga sarf qildi. Qiynaldinglar, qistaldinglar, endi o'shaning ikromini, yaxshiligini ota-onanglar ko'rish kerak-da sizlardan-chi. Rahmat olib berishingiz kerak ota-onangga-chi. Jamonatu. Bu bismillah deganda Rossiyaga ketmaglar, xizmatni shu yerda qilg'lar bo'ldi. Xizmatni shu yerdan topasizlar. Rossiyaga borib meg'lansizlar-da, mana ko'pchilik baldar hozir Rossiyada yuribdi. Mana biz bu yoqqa imom yetishmay yuribdi. Bir 10 kun 15 kundan beri bir imom topa olmayman-da bir yergachi. Onu so'raymiz, buni so'raymiz, topmay yuribmiz-da. Mana shular butkanda shu yerda yursa, xizmat qilmoqda shu yerda baldarda o'qitadi, elga dag'i, yerga dag'i yaxshi xizmat qiladi-da. Rossiyada uni buyuk bo'lib ketmaydi. Har bir yerga mehnat qilish kerak-da. Har bir yerga ixlos qilish kerak baldar. Ixlos qilg'ila. Qilayotgan ishingizga ixlos bilan shunday yurakdan chiqarib qilg'ilada. Yurakdan chiqsin qilgan xizmatingizchi. Ol mansab uchun, martaba uchun emas, Alloh uchun qila turgan bo'lsan, Alloh taolo o'zi sizlar darajangizni ko'tarib qo'yadi. Bizdagi ko'pchilik o'zi mansab uchun, martaba uchun qilib qolayotganmiz. Yo'q, ol mansab, martaba siz uchun, biz uchun kerak emas-da. Bu Allohning yo'lida qilayotgan xizmatga ixlos bo'lgan Alloh uchun bo'lish kerak-da. O'shanda siz bilan biz iyigilikka, baxtlilikka yetayotganmiz-da. Bardiq elga, yerga o'sha yaxshi xizmat bilan olayotganmiz iyigilikni, yaxshilikni. Suylasam so'z ko'p, Alloh taolo baxtli qilsin, kelajaginglar keng qilsin. Alloh taolo umringizga, rizqingizga, vaqtingizga, ilm bilingizga Xudoy taolo barakat bersin. O'qigan bilganingizga amal qilishni Xudoy taolo nasib qilsin. Elimizga, yerimizga, yurtimizga, mamlakatimizga inshaalloh yaxshi xizmat qilganga harakat qilinglar. Inshaalloh shu Qirg'izistonda ilm bilan, bilim bilan, amal bilan ko'taradigan shunday buyuk darajani Alloh taolo sizlarga bersin. So'zingiz o'tkir bo'lsin. Nafasini shunday o'tkir bo'lsin aytgan so'zingiz Xudoy taolo qabul qilib, elga, yerga jo'g'imdi o'qisin-da.
Özümüz amal kıla turgan bolsok, oğuzdan çıkan söz oşo başkalarga amal kılışka nasip kılat. Özümüzde amal jok bolup ayta bere turgan bolsok, bunda hiç kanday tasiri dagı paydası da bolbay kalat da. Negizi özümüz amal kılışыбыз керек. Aytılgan sözden aldın, amal kılıp oşolarga ayta turgan bolsok жақсы bolat inşallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah rabbil alamin. والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد الخاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه والذرية أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم أمرنا رزقنا خداي تعالى بركات برسن علم نافع ilm ladun, ilm gayb, ilm Rabbana taqsın. Oqan bilgenlerge amal kılış Hudaý Taala nasip kılsın. Ömrüňardy uzun kılsın, den soňardy çyň kılsın. Hudaý Taala İslam üçin, din üçin hizmet kılsa Allah Taala barıga nasip kılgan bolsun. Iki dine baxtly, iki dine Allah şermende kılbasın. Allah'ın tilegen tileňerde oýlar maksadyňa Hudaý Taala özü bersin. Allahumma ansur man nasaraddin ve hazzul man hazaladin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasana وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين الطيبين الطاهرين والحمد لله رب العالمين آمين برحمة الله أكبر. Allah razı olsun.